Assalomu alaykum aka katta ishqibozlari, xonadonlar, uylar, bella hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukron olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsun. Mana shunaqa 100 ta, 50 ta, 60 ta, 70 ta olib kelib, ichidan zo'r-zo'rlari chiqib qolsa, aka garantiyasi bilan mana luboy joyga chiqaraman deb xijolat bo'lmay chiqaverasiz. Mana aka Avazbek aka, modalarni tepaga tashlab berdim. Ikkita sovg'asi ham bor ichida. Ikkita sovg'asi mana bilan, mana hakka sovg'a aka. 5 ta moda garantiyasi bilan uchishiga ham, o'yiniga ham, yurug'iga ham gap yo'q. Pastenallari bu hamlar, mana u hamlar. Mana uni og'irda yechavering mana uni aka. Buni yomon ekan. Dahshat ekan, vaqtshi kaptar ekan. Tushirib olsangiz, haqiqiy kaptar o'z ekan, gap yo'q aka. Ammo o'zim uchirib maza qildim, siz ham maza qiling aka, gap yo'q. Ammo mana u ham yomon ekan. Buni soch bor, tanib oling aka, men aytib turgan kaptarlar mana uni soch. Nallab beliga tekkizib qo'ydim. 5 ta 6 shunaqa burab solyapti. Uchirsangiz ko'zingiz bilan aytasiz o'zingiz. Mana u ham yomon ekan, mana. Ko'kchani bo'yamadim. Baylab qo'ydimki, ko'kchani tanaqli bo'lsin, addinli bo'lsin. Buni ham mana tusholmayapti. Havozadan ham tusholmasdan yerdan ko'tarilib, urib chiqib ketyapti mana. Bu ham dahshat ekan-ki, men bergan kaptarlarni bitta sizga aytib qo'yapman. Mana bu ham zo'r. Buni modasi bor buni. Ko'kchani modasi bor. O tepada, uni ko'kragida zinonkasi bor. Modaga zinonka tekkizib qo'yganman. Ha, ba'da 5 ta, 6 ta modani o'zi bir-biriga qarab tushib olaverar aka. Bexijolat. Uni soch ham zo'r aka. Mana. Soch ham zo'r, mana. Hamma nallarni pastga tashladim aka. Hamma modalarni tepaga oldim, mana. Buni soch moda aka. Mana. Avozaki qarab turing, hamma soppa-sop baylab qo'ydim mana. Bir. Buni ko'kcha aka. Buni ko'kcha moda. Mana. Buni ham ko'rasiz aka, o'yinlarni, cho'g'larni ko'rasiz. Mana buni ham o'zim zinonga tekkizib uchirdim aka. Aya yerdan uzishni urib chiqib ketyapti kapta mana. Bu ham moda. Hop. Mana bu shali atgan nimani ko'kchani modasi aka, o'sha ko'kchalisini modasi. Ikkovi jup. Ko'kragiga zinonga tekkizib qo'yganimki, shu modasini ajratib olay kaptarlarchidan. Endi buni oq to'g'loq aka. Bu ham moda. Buni ham hozir xolasangiz, bironta kaptarga juplab uchiraverasiz. Tomosha qilasiz. Zinonga tekkizib qo'ygan kaptarlar, modalar bir uchirib, keyin birinchi nallarni qo'yib yuborsangiz, modalar ketolmaydi aka. Modalarni qo'yib yubormasdan nallar qo'yib yuboring. Ana aka, buni sizga sovg'a. Buni kaptarni xuddi mana shu bilan, mana shu ikkovi, ishonavering, mana shu ikkovi qolib ketadi. Tushmaydi. Yo'q bo'lib topolmaysiz mana shu ikkovini. Mana ularni bir 5 soat, 6 soatda tushirib olsangiz, ko'kcha sochlarni buni, modalarni. Qolganlarni mana bu bilan, mana shu gurri sochni ushlaganim bilan. Mana bu. Va shu tushira olmaysiz, ko'rasiz aka, xudo xolasa. Ana aka, bor kaptarlar berdim, ikkita sovg'asi bilan 12 ta kaptar chiqib ketyapti. Xudosi qo'limdan kelsa shopirga aytaman aka, ehtiyot qilib olib bering. Akam birinchi boqishlari ekan deyman. Aka, bularni rangini moslab juplab ubo qiladigan bo'lsam, ular o'yinchilar chiqmay qolsa xijolat bo'laman. O'shancha borini ko'rib, ko'zim bilan ko'rib, o'ynab uchadiganlar uchun oldim. Endi xudo xolasa, bitta onam Rossiyada turibdi. U onga bitta hakka kelyapti, xudo xolasa u hakkani ham harakat qilaman, bugun olib kelib beraman deydi, uni ham chiqarib beraman. Yana bitta aka bir 20 ta qilib bering deyapti. Endi akalar bu 20 taga sabr qilasiz. Qancha? Yo 1 oy, yo 15 kun. Uni ichida olib kelib 50 ta, 60 ta, 70 ta olib kelib yechaman. Ichidan zo'rlar chiqsa, zo'rlar chiqdi aka. Bo'ldi, mana sizga ham chiqarib yuboryapman deyman. Videolar mamlakatda rahmat deb like to'saringlar.